Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun tuz va suvning sog'lomlikdagi ahamiyati degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men burun e, tuz to'g'risida, ya'ni natriy to'g'risida bir leksiya so'zlagan bo'lib, bu leksiyada men asosliqi tuz bilan suvningki shu sağlamlıktaki rolü doğrusida qısqacha to'xtalib o'taman. Bu tuz bilan suvni bir yerga qo'yib so'zlashimning asosli sababi badanda tuz bilan suv nihoyatda munosabatlik bo'lib, tuz bilan suvningki tangpungligi bizningki sog'lom yashashimizda nihoyatda muhim. Şunlaşqa men bu ikki moddani birlashtirib so'zlash orqali ularningki bizning badanimizning ularga bo'lgan ayrim ehtiyojidan boshqa shu badanningki ular orasidagi tangpungliqningki naqadar muhimligini o'tirib qo'ymoqchi. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Tuz, yani natriy ve su, yani usuzluk, yani su degen yalğız soğuk sular emas, barliq içimlik usuzlukni ko'z tutadi. Hayatlıkta kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim moddalar bo'lib, ularning badan ishidagi xizmatlari biri bilan zich munosabatlik. Agar biz tuzni oz yoki suvni ko'p iste'mol qilsak, börek ve yürekninki xizmat yuki ishib ketishi salomatligimizga ta'sir etishi mumkin. Agar biz tuzni ko'p yoki suvni oz iste'mol qilsak, o'xshashla börek ve yürekning xizmat yuki ishib ketishi salomatligimizga ta'sir etishi mumkin. Sağlamlık uchun yalğız tuz ve suvning miqdorini badan ihtiyojiga qarab muvofiq kontrol qilish muhim bo'lib qolmasdan, balki tuz bilan suvning badandagi tangpungligiga alohida e'tibor berishmi nihoyatda muhim. Shu sababdan men bu leksiyada tuz bilan suvni birga so'zlamoqchi, yani tang so'zlamoqchi. Hem ondaqda bu badanningki tuzga bo'lgan kundalik ehtiyoji qanchalik, badanning suvga bo'lgan kundalik ehtiyoji, ya'ni ichimlikka bo'lgan ehtiyoji qanchalik degan vaqtida badanning kundalik tuzga bo'lgan ehtiyoji 1,25 gramdan 6 gram atrofida. Buningki hammasi tuzning, ya'ni biz iste'mol qilgan tuzning hammasi natriy bo'lmasdan, balki uning 40% natriy bo'lganligi uchun badanning natriy bo'lgan ehtiyoji qanchalik degan vaqtida 0,5 gramdan 2,4 gram atrofida. Endi badanning kundalik suvga ehtiyoji, ya'ni yuqorida men deb o'tgandagidek, bu yerda sovuq suv deganlik emas. Mayli choy olamdi, mayli suv olamdi, mayli yelimishlar tarkibidagi suyuqlik tarkibi olamdi, yoki biz suyuqosh yemek içmek ichgandagi tarkibidagi suyuq qism bo'lamdi. Hammasi shu badanning kundalik suv ehtiyojiga tava bo'lib, u bo'lsimi kunda adam badani 2,5 litrdan 3,5 litr atrofida usuzlikqa ehtiyojli. Albatta bu havo temperaturasininki yuqori to'van bo'lishiga, anandan keyin bizningki badandan chiqqan terning az ko'pligiga bog'liq qarab, ya'ni farqli bo'ladi. Bu faqatla universal qilib aytgan vaqtida normalda balog'atga yetgan odam badanining kundalik ehtiyojli bo'lgan usuzlik yoki suyuqlikning umumiy miqdori. Normalda qandagi natriyninki miqdori nihoyatda muqim bo'lib, u bo'lsimi 135 shu MEQ deydi, 135 bilan 145, ya'ni milli equivalent per liter degan mushu orliqda 135 bilan 145 orliqida bo'lib,
bu naiti muqim saqlanışqa ehtiyojli bo'lgan son, bu sonni naiti muqim saqlash uchun badan mushu badanga kirgan suv bilan badandan chiqqan suvni tengshash orqali qondagi natriyning miqdorini amal va mushu doirada saqlaydi. Anandan keyin bu yerda tuz bilan suvning tangpongligi buzilgan vaqtida bu normal doiradan ishib ketishi, ya'ni mushu natriy kamlik yoki natriy yuqurliq kelib chiqishi mumkin. Bu yolg'iz bizningki natriyni oz iste'mol qilishimiz yoki ko'p iste'mol qilishimiz bilan bog'liq bo'lmasdan, balki bizning suvni ko'p ichishimiz va oz ichishimiz bilan munosabatlik. Shunga bu yerda bu shu natriy bilan suvningki badandagi tangpongligi, bu natriyningki qondagi normal miqdori uchun naytimi muhim. Endi qondagi natriyning miqdori 135 dan tön bo'lgan vaqtida buni inglizcha hyponatremia deb ataydigan bo'lib, bu qondagi natriyning tövənligini ko'rsatgan bo'lsa, 145 dan yuqori bo'lgan vaqtida bu hypernatremia deb, ya'ni qondagi natriyningki normaldan ishib ketishni ko'zda tutadi. Undaqda bu qondagi natriyning miqdori tön bo'lgan vaqtida qandaq alomatlar kelib chiqadi degan vaqtida, qondagi natriyningki miqdori 135 dan tön bo'lgan vaqtida, ya'ni hyponatremia bo'lgan vaqtida, birinchisi ko'ngli aynish va qusish kelib chiqadi. Ikkinchisi bosh og'rish kelib chiqishi mumkin. Uchinchisi qaymoqish, yana yo'linishni topolmaslik yoki beshiqish, ko'ngli aynish deganda qaymoqish kelib chiqishi mumkin. To'rtinchisi mag'dursizlanish va horg'inlik his qilish kelib chiqishi mumkin. Anandan keyin beshinchisi bearam bo'lish va oson ochiqlanish. Oltinchisi muskul ojizligi va muskul tortishib qilish kelib chiqishi mumkin. Yettinchisi tutqoqlik kasallik qo'zg'alishi mumkin. Sakkizinchisi vujuddan ketishi mumkin. Mana bular qondagi natriyning miqdori 135 dan tön bo'lganda kelib chiqadigan alomatlar. Albatta har bir insonda bu alomatlarning hammasi kelib chiqishi notayin, lekin o'xshamagan kishilarda mushu natriyningki tövənlik darajasining ig'ir yengilligiga qarab o'xshamagan alomatlar kelib chiqadi. Undaqda bu qondagi natriyning normaldan tövən bo'lishini qandaq omillar keltirib chiqardi yoki qandaq ahvol ostida qondagi natriy normaldan tövən bo'ldi degan vaqtida, birinchisi ko'p terliganda, faqat suvni to'liqlab, tuz to'liqlamagan vaqtida. Ikkinchisi haddidan ziyoda ko'p suv ichgan vaqtida, ya'ni suv bilan tuz tangpongligiga diqqat qilmagan vaqtida. Uchinchisi börekdan masala chiqqan vaqtida, ya'ni ba'zi börak kasaliga giribdor bo'lgan vaqtida. To'rtinchisi ba'zi yurak kasaliga giribdor bo'lganda. Beshinchisi suduk mang'uzadigan dori ishlatgan vaqtida, ya'ni siyanmas bo'lib qolgan kasallar suduk mang'uzadigan yoki börak ojizlashgan vaqtida haddidan ziyoda ko'p suduk mang'uzadigan dori ishlatgan vaqtidami bu qondagi natriyning miqdori tövənlab ketishi mumkin. Oltinchisi börak usti bezining iqtidori ojizlashib ketgan vaqtida. Mana bular qondagi natriyningki tövənlab ketishini keltirib chiqaradigan omillar. Ama yuqori deb o'tgandek, qondagi natriyning miqdori 145 dan yuqori bo'lgan vaqtida bu natriy normaldan yuqori, ya'ni hyponatremia deb atiladigan bo'lib, qondagi natriy shu normaldan yuqori bo'lgan vaqtida qandaq alomatlar kelib chiqadi degan vaqtida o'xshashlar, birinchisi muskul ojizligi va mag'dursizlik, ikkinchisi bearam bo'lish, tinchlanmaslik, yana bir xil andisha ichiga to'lish, to'rtinchisi ussizlik, ya'ni qattiq usash, ussizlik his qilish yoki qattiq usash, to'rtinchisi qaymoqish, beshinchisi uyqu besish,
ko'p uxlash, 6-si bearam bo'lish va oson ochiqlanish, 7-si tutqoqlik kasallik qo'zg'alish, 8-si hushidan ketish yoki hushsizlanish. Mana bular shu qondagi natriyning miqdori normaldan yuqorilab ketgan vaqtida kelib chiqadigan alomatlar, balkim ba'zilarimiz diqqat qilgan bo'lishi mumkin. Bu alomatlarningki ko'p qismi, ya'ni natriy tuvan bo'lgan vaqtidami o'xshashlar kelib chiqadi. Shunglashqa bu yerda bu qondagi natriyningki shu 135 bilan 145 orasida muqim saqlanishi sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim. Yuqori bo'lsinmi bo'lmaydi, tuvan bo'lsin bo'lmaydi. Bu yerda tuz hayotlikda muhim deganlik, hargiz uni qancha ko'p iste'mol qilsa shuncha yaxshi deganlik emas. Shunga bu yerda muvofiq tuz iste'mol qilish, ya'ni ko'pmi emas, ozmi emas, muvofiq iste'mol qilish sog'lomligimizda nihoyatda muhim. Undan boshqa tuz bilan suv orasidagi tangpunglikni saqlashmi nihoyatda muhim. Undaqda bu qondagi natriyningki normaldan yuqori bo'lishini qandaq omillar keltirib chiqardi yoki nimalar shu qondagi natriyning yuqorilab ketishiga sabab bo'ldi degan vaqtida, birinchisi tuzni ko'p iste'mol qilib, suvni oz ichganda, ya'ni suv bilan tuz tangpungligiga diqqat qilmagan vaqtida. Ikkinchisi badanda ig'ir darajada suv yo'qotganda, ya'ni suvsizlangan vaqtida. Yeterlik su içmey yoki ko'p terlash orqali badan suvsizlanib ketgan vaqtida. Uchinchisi ig'ir darajada ish surilgan vaqtida va qusib yondirgan vaqtida. To'rtinchisi keng doirada teri ko'ygan vaqtida, ya'ni o't afati sababidan teri ko'ygan vaqtida badanda nihoyatda ko'p miqdorda suvsizlik yo'qaydigan bo'lib, bu vaqtidami qondagi natriyningki yuqorilab ketishini keltirib chiqardi. Beshinchisi ba'zi yurak kasalligiga giriftor bo'lgan vaqtida. Oltinchisi diabet kasalligiga giriftor bo'lgan vaqtida. Mana bular shu qondagi natriyningki yuqorilab ketishini keltirib chiqaradigan sabablar. Undaqda bu suvni badan ehtiyojidan oz ichgan vaqtida qandaq ahvollar kelib chiqadi degan vaqtida, birinchisi ig'izni qurish, usuzlik his qilish. Buni hammamiz bilamiz. Biz suv ichmasak, albatta ig'izimiz quriydi, usuzlik his qilamiz. Ammo bu suvni oz ichishga odatlangan odamlar bu uzun muddat shu suvni oz ichgan vaqtida bu suvga bo'lgan sezgurlik tuvanlishi, ya'ni suvni oz ichish ahvoliga bora-bora ko'nib qilishi mumkin. Bu eng xatarlik ahvol. Ya'ni badanda suv kamligining signali bu odamga oson kelmaydi yoki bundaq odam u badanda suv kamligini oson sezolmaydi. Bu shu bizningki vatanningki shu issiq, masalan, turpa rayonlarida nihoyatda ko'p uchraydi. Bular uzun muddat suvni oz ichganligi uchun suv oz ichishga ko'nib ketgan. Shunglashqa ularniki suvsizlik bo'lgan bardoshlik yuqori, lekin ammo badanda uzun muddat suvsizlik sababidan nurg'un kasallar bo'libmi bak börek taş tushish degandagidek har xil kasallar bizningki shu turpanga o'xshash suvni oz ichishga odatlangan rayonlarda nihoyat ko'p uchraydi. Ikkinchisi suduk miqdori ozlash va suduk rangi qiyniqlashish. Bumi shu suvni badan ehtiyojidan oz ichganda ko'riladigan ahvollar. Uchinchisi börek va suduk yo'lida oson tosh paydo bo'lish. To'rtinchisi qondagi natriy miqdori yuqorilab ketish. Ya'ni suvni oz ichgan vaqtidami, men yuqori degandek qondagi natriyning miqdori yuqorilab ketish kelib chiqadi. Beshinchisi ko'ngli aynish, yondirg'isi kelish. Oltinchisi horg'inlik his qilish, bosh qiyish, ko'z to'rlashish. 7-si qon besimi tövellab ketish, 8-si qaymiqish va hushidan ketish. Bu ko'rayotganinglardagidek suvni badan ehtiyojidan oz ichgan vaqtida ko'riladigan alomatlar asosan shu natriyningki qondagi natriyning yuqorilab ketishi
bilan munosabatlik. Ya'ni suvni ozichgan vaqtida natriy yuqorilab ketadi. Bu ahvollar kelib chiqadi. Undan boshqa men yuqorida deb o'tgandek uzun muddat suvni oz ichishga odatlangan odamda böbrek va suyak yo'llarida oson tash paydo bo'ldi. Endi suvni badan ehtiyojidan ko'p ichgan vaqtida qanday ahvollar kelib chiqadi degan vaqtida suvni ko'p ichish ko'pincha sog'lom kishilarga ziyonliq emas, ya'ni alohida ziyon ekanmaydi. Chunki badan sog'lom bo'lgan vaqtida, böbrek yaxshi xizmat qilgan vaqtida badan biz suvni ko'p ichgan vaqtimizda badanimiz uni terlash yoki siyish orqali tengshab ketalaydi. Ammo ba'zi kishilarda suvdan zaharlanish kelib chiqishi mumkin. Uning alomatlari qandoq degan vaqtida suvning ya'ni suvni ko'p ichganda yoki suvni zaharlangan vaqtida qandoq kasal alomatlar kelib chiqadi degan vaqtida birinchisi qondagi natriy miqdori to'lab ketishi mumkin. Ikkinchisi ko'ngli aynish, qusish mumkin. Uchinchisi bosh og'rish. Bosh og'rish kelib chiqishi mumkin. To'rtinchisi muskul ojizligi va tortishib qilish kelib chiqishi mumkin. Beshinchisi tutqoqlik kasal qo'zg'alishi mumkin. Oltinchisi qaymoqosh hushidan ketish kelishi mumkin. Yettinchisi böbrek va yurak ojiz kishilarda yurak zaifligi va suvliq ishiq paydo bo'lishi mumkin. Mana bular shu suvni badan ehtiyojidan ko'p ichganda ko'riladigan ahvollar. Bu yerda ko'rayotganinglardek bu alomatlarning ko'p qismi men yuqorida deb o'tgandagidek shu natriy suvni ko'p ichish sababidan qondagi natriyning to'lab ketishi sababidan kelib chiqqan alomatlar. Şunlaşqa bu yerda sog'lomlikda mo'yin bo'g'ini yolg'iz tuz yoki suv bo'lmasdan balki tuz bilan suvninki tangpungliqimi bizning sog'lomligimiz uchun alohida muhim. Mening bugungi bu leksiyani shu bugungi bu leksiyada suv bilan tuzni birga so'zlashimning asosli sababi mushu. Bugungi bu tuz bilan suv to'g'risidagi bu qisqa leksiyani mishad oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Tuz va suv hayotlik uchun nihoyatda muhim bo'lgan narsa bo'lib, modda bo'lib, u badan ehtiyojidan ortiq bo'lsin bo'lmaydi, kam bo'lsin bo'lmaydi. Bizning sog'lom yashashimiz uchun, sog'lomligimiz uchun eng muhim bo'lgani badandagi shu tuz bilan suvninki tangpungligi. Bu leksiyada men bu nuqtani alohida ta'kidlab o'tishni to'g'ri topdim. Hammanglarning diqqat berganinglarga yana bir qitim rahmat. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar. Xudoga omonat.